O'rtoqlar, bir xonali kvartira 250 ming AQSh dollariga ko'rganmisizlar. Qo'shimchasiga bir xonali kvartiramiz maydoni 106 kvadrat metr. Va hayratlanarli narsalar juda ko'p bu kvartirada. Ko'rsalaring bo'ladi. Vannaxonada monitor borligini ko'rganmisizlar, televizor. Qiziq bo'ladigan bo'lsa videoni oxirigacha ko'rsalaring, qiziq narsalari ko'p. Asosiy kirish eshigi, hojatxonasi. Har bitta detal toshlari demak alohida chet eldan olib kelingan jihozlarigacha. Bu yog'i oshxona bar ko'rinishda qilingan jihozlarini demak har bittasini kelib ko'z bilan tanishishni tavsiya qilamiz. Ichidagi mayda jihozlargacha qoldirilyapti. Bular ham o'ta sifatli, eng qimmat shinalardan qilingan. Ko'rsalaring bo'ladi hammasini. Katyol oyoqdagi to'liq to'plab olib istiqbol qilingan. Joylashgan joyi qiziq bo'lsa, ushbu kvartira qayerda joylashgan deb turgan bo'lsangiz, ko'rsalaring bo'ladi. To'g'rida demak Tashkent City, xalqlar do'stligi, bu tomon Samarqand darvoza. Mebellar ham hammasi massajli bo'ladi demak. Kreslolar dam olib rohatlanish uchun, charchoq chiqarish uchun qilingan kvartira. Yotoqxona. Hamma narsa elektrlashgan, pardalar ham demak pult asosida, alis asosida ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin, odam deyarli hali yashamagan, yangi shunaqa kvartira xohlamoqchi bo'lsangiz, noldan o'zi remont qilishingiz shart emas. Bu narsani remont qilib tayyorlashga ancha vaqt kerak bo'ladi. Joylashgan joyi Shayxontohur, Tashkent City, Drujba, Samarqand darvoza, 5 qavat uyning 4-qavatida yangi qurilgan kvartiramiz. 106 kvadrat, bir xona, studiya formatidagi hamma jihozlari bilan birgalikda 250 mingga sotuvga qo'yilyapti. Xuddi shunaqa kvartira olmoqchi bo'lgan tanishlaring bo'lsa, videoni yuborib qo'yinglar. Zudlik bilan qo'ng'iroq qilsin, kelib, ko'rib, egalarini o'zlari bilan yuzma-yuz mana bu yerda o'tirib savdolashsa bo'ladi.